Assalomu alaykum azizlar. Sizlar charchamayapsizlarmi issiqlarda? Hozir bir qator savollarga javob berib o'tamiz. Bizda so'rashyapti, qanaqa materiallar ishlatyapsiz? Nima ishlatyapsiz? Devorga attachment, shpagilovka, gruntovka, xullas qanday material ishlatyapsiz deganlar uchun bir qator savollarga javob berib o'tamiz. Biz bu yerda Megamix gruntovkasini ishlatganmiz. Hozir bo'shchalarga ortgan kraskalar solib qo'yganmiz. Shuning uchun og'zini bekitib qo'yganmiz bunaqa qilib. Xullas mana shu 7 ga bir gruntovka. Undan keyin emulsiya. Megamix Plus emulsiyalar ishlatganmiz. Bu moyishi emulsiyalar bemalol attachmentdan tagidan qilsangiz bo'laveradi, ko'chmaydi. Qattiq, yaxshi. Yevropa texnologiyalari bo'yicha ishlab chiqarilgan Megamix ekonomik mana. Shunda ishlatamiz. Undan keyin attachment ishlatamiz mana. Megamix attachmentlarni ishlatamiz. Kimga kerak bo'lsa, buni O'zbekistonda Liboy nuqtasini topsangiz bo'laveradi. Hammasidan bor. Xullas, keyin sifat mana bunaqa chiqadi. So'kalar mana. Xudo xolasa biz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib chiqardik. Sizlar ham bemalol foydalansangiz ham bo'laveradi mana. Patologida qumlar attachment Megamix qumlar attachmentlari bor. Patologida mana ko'rishlaringiz mumkin. Xullas shunday usullar. Kimga kerak bo'lsa bemalol mana shunday olib ishlatsa ham bo'laveradi. Narxi hamyonbop, juda arzon. Arzon bo'lamki, sifatiga yarasha. Bir so'rashim mumkin, har majida har xil O'zbekiston bo'yicha bundan nechta qilagan, lekin hamyonbop juda.